Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala insanlarni o'ziga itoat qilish uchun, bu orqali Alloh taolaning roziligini qo'lga keltirish uchun yaratdi. Va Alloh taolo insonlarni Alloh taolaning g'azabiga yo'liqtiradigan gunoh masiyatlardan chekladi. Kimki zarra misqolchilik yaxshi ish qildi ekan, uning savobini ko'radi. Kimki zarra misqolchilik yomon ish qildi ekan, uningki jazosini tortadi. Shuning uchun biz Alloh taolo buyurgan ishlarni qilib, Alloh taolo cheklagan to'sqan ishlardan yiroq etishimiz kerak. Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydiki: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun." Ey mu'minlar, sizlar Alloh taoladan haqiqiy qo'rqinglar, haqiqiy taqvodorlik qilinglar. Sizlar faqat musulmon holatlarda o'linglar. Allah subhanahu wa ta'ala bizni adil bo'lishga, xayr ehson qilishga, har bir haq egasiga o'zining haqqini berishga buyurdi. Allah taolo bu haqda shunday deydiki: "Va atizal qurba haqqahu wal miskina va ibn as-sabili va la tubazzir tabzira." Yaqin urug' tuqqanlarga ularning haqqini ber. Miskinlarga va ibn sabillarga ularning haqqini ber, isrof qilma. Yani Allah taolo shunday deydiki: "Fa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil, zalika khayrun lil ladzina yuriduna wajha Allah va ulaika humul muflihun." Yaqin urug' tuqqanlarga ularning haqqini ber. Miskinlarga, ibn sabillarga ularning haqqini ber. Ana shu Alloh taoloning roziligini ko'zlaydigan kishilar uchun yaxshidir. Ana shular nijotlikqa erishuvchilardir. Boshqalarning bizga qilgan yaxshiligini esimizda saqlash va uning yaxshilik bilan javob qaytarish. Yaxshilikqa yaxshilik bilan javob qaytarish mana bu fazilatlik amallarning qatoridan, axloqning qatoridan va ilm, irfon, hikmat va isillikninki vafodorlikning jumlasidan hisoblandi. Chunki Alloh taolo hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Ihsonning, yaxshilikning jazosi yaxshilik emasmi degan. Abdullah ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday degan: "Man sana'a ilaykum ma'rufa fakafi'uhu, fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuhu." Agar biror sizlarga yaxshilik qilsa, uni mukofotlanglar, ya'ni yaxshilikqa javob qaytaringlar. Agar javob qaytaradigan biror narsa topolmasanglar, sizlar uning yaxshiligiga javob qaytardim deb o'ylaganga qadar uningga duo qilinglar, uning uchun duo qilinglar. Allah subhanahu wa ta'ala nikohni, ya'ni to'ylashni yo'l qo'ydi. Zinani harom qildi. Ota-onalarga nurg'ulg'an huquqlarni va og'ir mas'uliyatlarni yukladi. Allah subhanahu wa ta'ala ota-onalarni, farzandlarni tarbiyalash, parvarish qilishdan iborat bu yukni ularga yukladi. Ularning qalbini mehr, muhabbat, mehr, shafqat ustida yaratdi. Shuning uchun har bir inson o'zining baxtli bo'lish uchun ota-onasining qanchalik baxtsiz bo'lib qolganligini, o'zining rohatga chiqish uchun, arom olish uchun ota-onasining qanchalik jafo tortganligini, charchaganligini, o'zining xotirjam bo'lish uchun ota-onasining qancha kechalarni uyqusiz, bedor o'tkazganligini, o'zining qo'rsqi to'yish uchun ota-onasining qancha kunlab osh qolganligini va o'zining ussizligi qinish uchun ota-onasining chanqaganligini, o'zining xotirjam bo'lish uchun ota-onasining qanchalagan xatarlarga tavakkul qilganligini unutib qolmasligi va aslashi lozim. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ota-onaga vafodorlik qilishga, ularga yaxshilik bilan hamroh bo'lishga, xayr ehson qilishga va ularga kamtar bo'lishga Alloh taolo buyurdi. Buni farz qildi. Ota-onaning huquqlarini o'zining haqqi bilan bir yerga keltirdi. Ularning roziligini, ota-onalarning roziligini o'zining roziligi bilan, ota-onaning ochig'ini keltirishni o'zining ochig'iga kelish bilan bir yerda tilga oldi va jannatni onalarning tapallar ostida qildi. Allah subhanahu wa ta'ala deydiki: "Va abudullaha va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana va bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi va binis sabili va ma malakat aymanukum." Sizlar Alloh taologa ibodat qilinglar, uningga hech qanday narsani shirik keltirmanglar deytiblar. Qadillar, ota-onaga yaxshilik qilinglar dedi emasmi? Huquqlarning eng kattasi, eng vacib bo'ldigani ota-onalarning haqqidan iborat. Va Alloh taologa eng yaqinlashtiradigan, Alloh eng yaxshi ko'radigan ibodat ota-onaga yaxshilik qilish, ularga kamtar bo'lish, ularga mehribonlik qilish, kuyinish va ota-ona bo'libmi qirib qolgan vaqtida
yeşi cho'ngib qolgan vaqtida ular kamtar bo'lish, mehribonlik qilish. Allah Taala bu vaqt aytadiki: "Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha az-zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī saghīrā." Rabbim Allah subhanahu wa ta'ala şundaq hüküm qildiki, şundaq fərz qildiki, Allah Ta'aladan başqa hech qanday narsaga ibodat qilmanglar. Ota-onaga yaxshilik qilinglar. U ikkisi cho'ngib qolgan bo'lsa, yeshi cho'ngib qolgan bo'lsa yoki ikkilisi yoki birasi, ular uf degan so'zni qilma deydi. Ularni dushkali mas'ul kishima, ularga yaxshi liq-sipoy gap qil, ular kamtar bo'l. Va ey Rabbim, u ikkisi meni beqib cho'ng qilganda kichikligimda ular rahim qilgin degan. Allah subhanahu va taolo ota-onalar yaxshilik qilishni bizga vasiyat qildi va u ikkisi kofir bo'lgan taqdirda ham ularga chiroyliqcha, yaxshilikcha ham suhbat bo'lishga bizni qiziqtirdi. Bu vaqt aytdi: "Vasaynal insana bivalidayhi." Biz insonga vasiyat qildik. Anisi uni qiyinchilik ustida qiyinchilik mushunda qatma-qat qiyinchilik ustida qo'zg'adi ko'tardi, uni 2 yilda sutini ayirdi deydi. Qanday vasiyat qildik? Menga shukr qilgin, ota-onaga shukr qilgin deb vasiyat qildik. Ilaygal masir. Men tarafga qaytsizlar, agar u ikkisi ota-onang sen bilmaydigan narsalar haqida menga shirk keltirishga seni qistisa, u chaqda u ikkisiga itoat qilma, bo'ysunma, u ikkisiga dunyoda chiroyliqcha ham suhbat bo'l, chiroyliqcha hamroh bo'l, yaxshilik qil deydi. Allah subhanahu wa ta'ala başqa oyat yana shunday deydiki: "Va vasaynal insana bivalidayhi ihsana." Biz insonga ota-onaga yaxshilik qilgin deb vasiyat qildik. Bu oyatning oxirimi ilgirki oyatga o'xshaydigan. Ota-onaga yaxshilik qilish qanday bo'ladi deganda, qanday vasarqiliq bo'ladi deganda, sil rahimni ulash bilan, ya'ni ularni davomli izlab turish, yo'qlab turish. Ularni chin qalbimizdan yaxshi ko'rish, ularga kuyinish, ularga ko'plab yaxshilik qilish, ularning ko'nglini yasash, ularning hissiyotlarini tushunish, ularga yomonlik qilmaslik qatorliqlar bilan bo'ldi. Ota-onaga yaxshilik qilish, ibodatlik qilishning aksi bo'lsa, ularga nachar muomala qilish, ularni qo'shitish, ularning haqqiga sal qarash, haqlarini zoya qilib o'tishlar bo'ldi. Allah subhanahu wa ta'ala o'zining roziligini ota-onaning roziligi bilan bir yerda keltirdi. Allah o'zininki g'azabini ota-onani qo'shish, ota-onani g'azablantirish bilan bir yerga keltirdi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhisalom shunday degan: "Ridor robbi fi ridal valid va sahatur robbi fi sahatil valid." Allah subhanahu wa ta'alaning roziligi ota-onaning roziligida bo'ldi. Allohning g'azabi ota-onaning g'azabida bo'ldi. Abu Darda radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday degan: "Al-validu awsatu abwabil jannah fa hafiz ala zalika al-bab." Ota-ona degan jannat eshiklarining o'ttirsidir. Sen ashu ishni muhofazat qilgin, qo'g'din. Ya'ni Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u payg'ambar alayhisalom rivoyat qilgan hadis, payg'ambar alayhisalom shunday deydi: "Raghiba anfun, summa raghiba anfun, summa raghiba anfun. Qila man ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Qala man adraka abawayhi 'inda al-kibari ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah." Burni to'pib ketsin, burni to'pig'i milansin, burni to'pig'i milansin deb shuhratim degan ekan, sahobalar kimning ey Rasululloh deb so'rashdi. Payg'ambar alayhisalom ota-onasini topgan. Ota-onasi bor. Yashinib qolgan vaqtida yoki o'sha kishiniki biri yoki ikkilisi bor. Ammo jannat kiramagan, ota-onasining xizmatini qilib, ularni rozi qilib jannat kiramagan kishining burni to'pig'i milanib ketsin deydi. Ota-onaga vafodorlik qilish, yaxshilik qilish bu ibodatlarning eng ulug'i, itoatlarning eng kattasi hisoblanadi. Va Alloh subhanahu va taolo eng suyimli ibodatlarning qatoridan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan amallarning qaysi Alloh taolo eng suyimli desam, o'z vaqtida o'qilgan namoz dedi. Ondan qaysi desam, ota-onaga yaxshilik qilish dedi. Ondan qaysi desam, Alloh yo'lida jihad qilish dedi." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana shu hadisda ota-onaga yaxshilik qilishni jihadning oldiga qo'ydi. Oldi bilan ota-onaga yaxshilik qilish deb, ondan Alloh yo'lida jihad qilish dedi.
Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda u mundaq deydi: "Ma'lum bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib, jihad qilish haqida undan ijozat so'radi. Payg'ambar alayhissalom uningga "Sening ota-onang hayotmi?" dedi. U kishi shundaq dedi. Payg'ambar alayhissalom "Undaq desan, bu ikkisini xizmatini qilib jihad qilgan" dedi. Muaviya ibn Jahima as-Salamidan rivoyat qilindiki, undaq deydi: "Jahima payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib undaq dedi: Ey Allohning payg'ambari, men Alloh yo'lida g'azotga chiqmoqchiman, g'azot qilishni iroda qildim va sizdan maslahat so'rash uchun keldim" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Onang bormi?" dedi. U shundaq dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga "Undaq sen onangni lozim tutgan, yana onangdan ayrilma, onangning xizmatini qilgin, chunki jannat uning ikki puti ostidadir" dedi. Ota-onaning yaxshilik qilish balo musibatlarninki ko'tarilib ketishining, duolarning ijobat bo'lishining sababidir. Usayr ibn Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, undaq deydi: Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning qishig'iga Yamandan bir to'p kishilar keldida, Umar radhiyallohu anhu ulardan "Sizlarning ichinglarda Uvays ibn Amir degan kishi bormi?" deb so'radi. Hatta Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu o'zi shu Uvays rahimahulloh shuni qishig'i bordi. Berib, "Sen Uvays ibn Amirmi?" deb so'radi. U shundaq degan ekan. Murad qabilasinimi, ondan qarandinmi degandan keyin shundaq dedi. "Sening oq kesiling bo'lib, uningdan bir tangichilik miqdordan boshqa yerdan saqayganmi?" degandan keyin shundaq dedi. "Sening onang bormi?" dedi. Shundaq dedi. Ondan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu shundaq dedi. "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini angladim. Sizlarga Uvays ibn Amir degan kishi Yamandan kelgan kishilar bilan keladi. U Muraddan, ondan Qarandin, uning oq kesili bo'lib, tangi miqdorchilik yerdan boshqa yerlari saqayib ketgan. Uning bir onasi bo'lib, onasi nihoyat mehribon, vafodor. Alloh taolo qasam qilsa, Alloh uning qasamini urullaydi. Agar sen uningdan sen uchun gunohlarning mag'firat qilishni so'rayolsang, shunda qilgin degan deb mushadisni deb biribdi. Men uchun gunohlaring mag'firat talab qilgin degan ekan, u kishi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning gunohlarini mag'firat bo'lishini, gunohlar mag'firat bo'lishini Alloh taolodan tilagan. Muslim rivoyat qilgan hadisga. Ota-ona yaxshilik qilish ota-onaning o'lib ketishi bilan tugab qolmaydi. Balki ota-onaga yaxshilik qilish, vafodorlik qilish davomlashadi. Qaysi ishlar bilan? Ota-onamizningki bizga qilgan vasiyatlarini o'rinlash bilan, qarzlar bo'z to'lash, ularga atab sadaqa berish, ularga atab duo qilish qatorliqlar bilan, yana ota-onamizning urug' tuqqanlariga yaxshilik qilish, sil rahimni ulash bilan bo'ldi. Abi Usayd radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bo'lib, u mundaq deydi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yanida o'ltirdim. Ansarlardan bir kishining qishig'iga kelib mundaq dedi: Ey Allohning payg'ambari, ota-onam o'lib ketgandan keyin men ota-onamga yaxshilik qildik ishlar bormi degandan keyin payg'ambar alayhissalom shundaq 4 ish bor. Sen ular uchun duo qilsan, ular uchun istig'for aytsan va ularning vasiyatlarini o'rinlaysan, ularning do'stlarini hurmatlaysan va sil rahimni ulaysanki, bu sil rahim ruh tuqqandochilik shu ota-onang sababidan, ota-onang tarafidan aslining ruh tuqqandochiliging bo'lgan shu kishilarga sil rahimni ulaysan. Ota-onang o'lib ketgandan keyin sen qilish tegishlik ishlarni qilish orqali sen ota-onangga yaxshilik qilgan bo'lsa degan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Bir ota-onasiga yaxshilik qilmay, ota-onasini qo'shadigan bir bandaninki ota-onasi yoki ota-onasining bir o'lib ketdi deydi. Ammo u ota-onasi uchun davomli duo qilib turdi. Ota-onasi uchun istig'for aytdi, istig'for talab qildi. Hatta Alloh taolaning huzurida ota-onasiga yaxshilik qiluvchi vafodor deb yozildi. Ya'ni ota-onangiz hayot vaqtida ko'nglingizdek yaxshilik qilmagan bo'lsangizmi, vafodorlik qilmagan bo'lsangiz, masalan, ota-onangiz o'lib ketgandan keyin ular uchun to'xtamay duo qilib, sadaqa berib tursangiz, Alloh taolaning huzurida ota-onasiga yaxshilik qiluvchi deb yozilsiz. Ota-onaga yaxshilik qilish eng ulug' ibodatlarning qatoridan hisoblangan bo'lsa, ota-onani qo'shtish nihoyat katta gunoh hisoblanadi. Uning oqibati do'zax azobi. Ota-onani qo'shitgan kishi jannatga kirmaydi. Alloh taolo uning qiyomat kuni qaramaydi. Ota-onani qo'shitgan kishiga Alloh taolo la'nat qiladi. Abu Bakr radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundaq degan:
Sizlarga cho'ng gunohlarning cho'ng gunohini deb beraymi? Sizlarga cho'ng gunohlar ichidagi eng cho'ngini deb beraymi? Sizlarga cho'ng gunohlar ichidagi eng cho'ngini deb beraymi deganda sahobalar shundoq Allohning payg'ambari dedi. Payg'ambar alayhissalom dediki, Alloh taologa shirk keltirish, ota-onani qaqshitish. Ya'ni Alloh taologa shirk keltirish debdilar, oxirdan ota-onani qaqshitish dedi. Payg'ambar alayhissalom yo'linib o'tirgan edi, mushkam degan vaqtda Raus o'ltadida ana lekin yolg'on so'zlashdir dedi. Payg'ambar alayhissalom yolg'on so'zlash degan gapni takrorlab berib, hatto biz Payg'ambar alayhissalom endi to'xtab qolgan bo'lsa deb qoldik, umid qilib qoldik deydi. Ota-onamizni qaqshatganlik sababidan Alloh taolaning jazosiga uchrashdan, g'azabiga uchrashdan ehtiyot qiling, hazar aylang. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq degan. Barliq gunohlarni Alloh taolo xalqlarni qiyomat kuniga kechiktirdi. Ammo ota-onani qaqshatish gunohini Alloh taolo ota-onasini qaqshatgan kishiga hayotidam, mush hayoti dunyoda o'lishdan ilgari ko'rsatib qo'ydi deydi. Shuning jazosini berdi. Ota-onalarga yaxshilik qilish, vafodorlik qilish biz uni ado qilishga tegishli bo'lgan haqdir. Biz qaytarishga tegishli bo'lgan qarzdir. Jannat eshiklaridan bir eshikdir. Shunga ota-onalarning haqqiga sil qaramasligimiz kerak va ota-onamiz uchun qilgan ishlarimizni ko'p sanamasligimiz kerak, chunki ular bizning bu dunyoda mavjud bo'lishimizning sababidir. Alloh taolo deydiki, al-jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Yaxshilikning mukofoti degan faqat yaxshilik emasmi? Allah bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, ota-onamizning gunohlarini mag'firat qilgin va bizni yaxshilar qatoridan yozgin va bizni ota-onamiz mayli hayot bo'lsin yoki o'lib ketganda bo'lsin, ota-onamizga yaxshi